Destekler bardavom bo'lsin. Hamma shogirdlarning ichida qara Alisher aka men erkatoy shogirdiman dedilar. Qizlarning ichida eng erkatoyi, eng kenjatoyi manman. Kelib to'xtab turing, hozir bitta qiz bor chaqirib kelamizda. Konkursdan tashqari bularni chaqirib kelish. Keyin ma'lum bo'lyaptiki, bu qizchani hech kim tanlovga chaqirmaganmi? Haqiqatda bekitib qo'yishga arziydi. Chunki qolganlarni bir deganda chiryapti hammasi o'zi uchun. Yana hatto uylab olib kelishdi. Bexabar joydan olib kelib javob berdi. Shu bilan keyin nima deydi? E'tiborga tushib, o'sha savoliyani o'sha yerga nifol oldi. Yaşlı